Tish implantlari zararlimi? Tish implantlari rak chaqiradimi yoki suyakni chiritadimi? Tish implantlari allergiya chaqiradimi? Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Qosimov Dilmurod Akramxonovich, vrach-stomatolog, mutaxassisligim og'iz xirurgi, implantolog. Implantologiya sohasida 4 yildan beri shug'ullanaman. Bugungi mavzuga qaytsak, tish implantlari. Tish implantlari biz bilgan temirdan emas, aksincha boshqa kimyoviy element titandan tayyorlanadi. Titan yer qa'ridan qazib olinib, unga ishlov beriladi va undan tibbiyotda juda ham keng qo'llanadi. Agar eshitgan bo'lsangiz, ko'pchilik aytadi yoki kimdir aytadi, qo'limda temirim bor, bo'g'imda temirim bor yoki qaysidir organimda temir bor deydi. U aslida temir emas, kimyoviy element bizning tibbiyotda keng qo'llanadigan titan hisoblanadi. Titan shunaqa aytiladiki, tibbiyotda insonning ikkinchi suyagi, ya'ni u bizning suyagimizga juda ham yaxshi birikadi. E'tibor bering, titan o'zidan allergiya chaqirmaydi yoki suyagimizni chiritmaydi yoki rak chaqirmaydi. Titan bizning suyagimizga eng yaxshi birikadigan kimyoviy elementligini hisobiga tibbiyotda titan juda ham keng qo'llaniladi yoki bizni operatsiya qiladigan asbob uskunalarimiz ham titandan qilinadi, sababi titan juda ham mustahkam element. Men 4 yildan buyon 300 dan ortiq patsientlarimga Honest implantlardan qo'yib berdim. Honest implantlari 4-pokoleniya titandan qilingan bo'lib, juda ham mustahkam. Honest implantlari shaykasi sinmaydi yoki dars ketmaydi. Juda ham mustahkam implantat. Eng sifatli implantlardan biri desam ham bo'ladi. Honest implantlari qo'ygandan keyin bemorda og'riq bermaydi va suyakka juda ham yaxshi birikadi. Tavsiya qilaman, juda ham sifatli implantat. Azizlar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va kommentlaringizni ayamaysiz degan umiddaman. Savollaringizni kommentga yozing. Qo'limdan kelganicha javob berishga harakat qilaman.